Siz yuqorida ko'rgan tabni xira qiluvchi holat Qarshi shahrining markaziy hududlaridan birida tasvirga olingan. Videolarga axlat bilan to'ldirib tashlangan kanalizatsiya quvurlarini Qashqadaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari tozalayotgani tasvirlangan. Afsuski, ayrim umumiy ovqatlanish shoxobchalari va fuqarolar tomonidan kanalizatsiya tarmoqlariga tashlanayotgan yot jismlar quvurlarda chiqindilar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa tizim ishiga jiddiy xalal berib, aholi uchun ham noqulayliklar yaratyapti. Kanalizatsiya axlat qutisi emas, bir kishining beparvoligi sabab yuzlab ishchilar ortiqcha mehnat qilishi, korxonalar qo'shimcha xarajat qilishiga to'g'ri kelyapti. Qarshi shahri Amur Temur mahallasida qayd etilgan holat bunga yaqqol misol. Quvurlarga shisha idish, selofan, bolalar tagliklari tashlanishi oqibatida muammo yuzaga kelgan. Suv va kanalizatsiya tizimi barqaror ishlashiga barchamiz birdek mas'ulmiz, shunday emasmi? Eng so'nggi xabarlar birinchi Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagram biodagi link orqali obuna bo'ling.